Bugungi kunda respublika aholisini, ijtimoiy soha muassasalari hamda iqtisodiyot tarmoqlarini energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash dolzarb masala hisoblanadi. Shu sababli energetika sohasining barcha tarmoqlari qatori ko'mir sanoatida ham yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Ishlab chiqarish quvvatlari va hajmlari ko'paytirilmoqda. Ammo o'z xalqumini o'ylab, aholiga yetkazilishi kerak bo'lgan ko'mir mahsulotidan ham ulush olishga urinayotgan mansabdorlar ham uchrab turibdi. Afsuski, ularning bunday qilmishlari tufayli iste'molchilarga ko'mir yoqilg'isi o'z vaqtida yetkazilmay qolishi xalqning turmush tarziga salbiy ta'sir qiladi. Xususan, ko'mir ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati Namangan viloyat filiali boshlig'ining muqaddam sudlangan o'rinbosari o'zining yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali fuqaroni viloyatdagi tumanlardan birining ko'mir ombori rahbari lavozimiga tayinlash hamda omborga keluvchi ko'mir ortilgan yuk vagonlar sonini ko'paytirib berish evaziga 40 ming AQSh dollari talab qiladi. Joriy yilning 6-dekabr kuni u so'ralgan pul mablag'idan 25 ming AQSh dollarini filial ishchisi orqali olib, fuqaroni ombor mudiri lavozimiga tayinlanishini ta'minlaydi. Keyinroq esa mansabdor shaxs qolgan 15 ming AQSh dollarini hamda omborga yuborilgan 30 ta ko'mir vagonlari uchun ulush sifatida 7500 AQSh dollari, jami 22500 AQSh dollari berishini talab qilib, o'zining vositachisi bo'lgan filial ishchisi orqali ushbu pul mablag'ini olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Qo'nislar ko'ryapsizlar. So'rgan pulingiz shu, ha? Hozir. Qancha edi o'xshi? Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida aholiga ko'mir mahsulotlarini o'z vaqtida va imtiyozli narxlarda yetkazib berilishi yo'lga qo'yildi.